Sohibjon Boboyev. Birinchi variant, 3-masala. X moddaga xos xususiyatni aniqlang. X bilan kislorod reaksiyaga kirishayotgan vaqtda, demak X massasi 30 gram ekan. 30 gram ekan. Hop, kislorod massasi esa 19,6 gram bo'lib, X dan demak 19,2 gram qolgan. Bu vaqtda 19,2 gram kislorod esa 9,6 gram bo'lib qolgan. Hop, ya'ni X plus kislorod bilan reaksiyaga kirishgan vaqtda X O birikmani hosil qilgan, valentligini bilmaymiz. Demak X dastlab 30 gram bo'lgan bo'lsa, reaksiyaga kirishib ketgan va ortib qolgan desam, ortib qolgani menga qancha bo'lyapti? Mana 19,2 gram bo'lib qolgan bu. 19,2 gram bo'lib qolgan. Kislorodni esa dastlabkisi demak 19,2 bo'lgan. Ortib qolgani 9,6. Demak qancha sarflanganini topish uchun 30,2 dan ayirib tashlaymiz 19,2 ni. Hop, demak 30 bo'ladi. 2 dan x kelsa 30, 19 ni ayiradigan bo'lsam 11 gram qolgan. 11 gram sarflangan bundan. Ya'ni sarflangan, demak reaksiyaga kirishgani 11 deymiz. 19,2 dan 9,6 ni ayiradigan bo'lsak, xo'sh, demak ayirganda chiqadi 19. 9,6 ni 2 ga ko'paytirganimda 19,2, demak yarmi sarflanganda 9,6 gram sarflangan. Demak 19,2 dan ayirib oldik 9,6 ni. 9,6 demak reaksiyaga kirishgan dedik. 9,6 reaksiyaga kirishgan. Xo'p, demak ekvivalentga qo'yib, bu qaysi elementligini bilib olsak bo'ladi. Mana bu ekvivalent 8 bo'ladigan bo'lsa, x ekvivalentini topamiz. X teng qilib 8 ni demak 11 ga ko'paytirib 9,6 ga bo'ladigan bo'lsam 9,1 davriy. 1,6 davriy bo'ladi. 1,6. Xo'sh, demak bu qaysi metalga to'g'ri keladi? 2 ga ko'paytirib ko'radigan bo'lsam 18 bo'ladi. 3 ga ko'paytirib ko'radigan bo'lsam 27,5 bo'lyapti. Taxminan alyuminiy. Bu birini hisobga olmaydigan bo'lsak, demak taxminiy примерно alyuminiy deb olsak bo'lar ekan. Demak alyuminiyga xos xususiyatni aniqlang deyotgan bo'lsa, ishqoriy metal, yo'q, ishqoriy metal emas. Bir moli buni oldin ishlab ko'rgandim adashmasam shu javob chiqqandi. Bir moli 106,5 gram xlorni biriktirib oladi. Agar xlor bilan reaksiyaga kirishsa, alyuminiy xloridni hosil qiladi. Xlor 3 dan. Buni reaksiyani tenglashtiradigan bo'lsam 2. Demak bunga ham 2. Men bunga esa 3 qo'yishim kerak. Demak 1 mol reaksiyaga kirishadigan bo'lsa 3. Demak qancha hosil bo'ladi? 1,5 mol. 1,5 ni 71 ga ko'paytiradigan bo'lsam 106,5 gram xlor bo'ladi. Ya'ni mana shu ikkinchi javob, ya'ni B variant to'g'ri hisoblanadi. D elementlar oilasiga kiradi, yo'q, D elementlar oilasiga kirmaydi. Birikmalarda 2 valentlikni namoyon qiladi, yo'q. Birikmalarda alyuminiy o'zi har doim 3 valentli. Shuning uchun to'g'ri javob B.